Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Universal Studios YouTube kanali va bizning yangi videorolik qanday qilib kompyuterga o'yin sketch qilish haqida bo'ladi. Demak, biz birinchi bo'lib brauzerimizni ochib olishimiz kerak. Menda MacBook, shuning uchun men Safari'ni ochib olaman. Va u yerdan o'zingizga kerak bo'lgan o'yin nomini qidirasiz. Masalan, PC 1.6 versiya. 1.6 versiya hamma kompyuterlarga ham tushadigani bor, tushmaydigani bor. Sizning kompyuteringiz Windows 10, Windows 11 sistemada bo'lishi mumkin. Qaysi sistemada bo'lsa o'sha nomni yozasiz. Masalan, Windows 10 yozamiz bu yerda. Qaytadan mana bizga kerakli versiyalarni chiqarib berdi. Bu yerda yuklashingiz mumkin. 2000-yilda chiqqan versiyasi, biroz versiya. Counter Strike 1.6 versiya. Yuklash uchun bu yerdan skachat bo'limiga bosib yuklab olasiz. Bu yoqda endi qiyin emas. Yana bundan tashqari eng oson yo'li microsoft.com saytiga kirish kerak. microsoft.com Microsoft faqat Windows sistemasi kompyuterlar uchun ishlaydi. Microsoft Games. Microsoft Store kiramiz bu yerdan. Nega yozib Microsoft Store kiramiz. Ve yalnızca turli oyunlarni chiqarib beradi. Hammasi bepul. Roblox, Games, Extreme. Minecraft. O'zbekcha qo'yamiz. Bu yerda kerakli tanlab olamiz. Xullas, barcha o'yinlar bor. Bundan tashqari qidiruvdan yopilib tur. O'zimiz masalan video montaj qilmoqchi bo'lsak, video editor. Sizga video montaj qiladigan videolarni chiqarib beradi. Internet biroz ancha qotyapti, shunga sal chiqing. Video show, video editor. Video ekan, bepulari ham bor, faqat o'zingiz qilishingiz kerak. Bu yerda Games internet so'zga bosamiz. Bu yerda Games. Yani ko'proq o'yinlarni chiqarib beradi kompyuter versiyadagi. Istaganingizni tanlab yuklab olasiz. Bu endi faqat Windows sistemasi kompyuterlar uchun. Endi MacBook Air, umuman Mac kompyuterlar uchun App Store kerak bo'ladi. Xuddi ular uchun Play Marketga o'xshaydi. Mana bu yerda ham o'yinlar juda ham ko'p. App Store'da Mac'lar uchun moslangan chiqariladi va ko'pincha pullik bo'ladi.
Bundan tashqari bepullari ham bor. Ha. Bepul o'yinlar. Istaganingizning skачать qilib olsangiz bo'ladi. Bundan tashqari notebook kompyuterlarga PUBG Mobile o'yinini skачать qilib olsa bo'ladi. Bu haqida keyingi videolarda batafsil tushuntirib beraman. Hozircha videoni yakunlayman. Videoga like va tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin.